Hammaga salom, sizlar bilan Sendor va Telegramning iyul yangilanishida nimalar qo'shilganini hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Bu yangilanishimizda boy matn muharriri, hamjamiyatlar, guruhlarda vaqtinchalik xabarlar va 350 million GIF qo'shilgan ekan. Video mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Telegram bo'yicha barcha yangiliklar mening kanalimda. Biz esa boshladik. Birinchi o'rinda har doimdek Telegram kanalimizga obuna bo'lishdan boshlaymiz. Telegram kanalimiz Grafus kanali bo'lib, bu yerda Telegram bo'yicha yangiliklar tezkor yoritib boriladi. Telegram bo'yicha qiziq narsalarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Xo'p, birinchi narsa bu boy matn muharriri. Boy matn muharririni o'tgan safar botlar uchun qo'shilgan edi. Foydalanuvchilar uchun ham qo'shishdi bu safar va bu nima uchun yaxshi? Bu kanal adminlariga juda ham qo'l keladigan narsa bo'ldi. Boy matn muharriri o'zi aslida nima? Bizda oldin telegraf maqola bo'lardi, esinglarda bo'lsa, shunchaki ochardingizlar, o'sha telegraf maqolada polni kontent, o'sha tekstlar, bold effektlar, kod, xullas shunaqa narsalar bilan biz maqola yoza olardik. Biron bir uzunroq mavzu bo'ladigan bo'lsa va o'shani shunchaki olishdi, ozgina kuchaytirishdi va Telegram xabar ko'rinishiga o'tkazib qo'yishdi. Bu juda ham qiziq narsa bo'ldi. Deyarli yangilik emas, eskilikni yangilik sifatida bizga taqdim qilishdi. Ha, yangiliklar bor, yo'q emas. Bu narsada siz endi jadval qo'shsangiz bo'ladi, matematik formulalar qo'shsangiz bo'ladi va checklist qo'shsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Qolgan narsa menimcha eski. Ekranda ko'rib olishinglar mumkin bu narsani ishlatilishini va bu yerda bizni 32762 tagacha belgilagan holatda, yozgan holatda uzun maqolani prosta post sifatida jo'natishimiz mumkin ekan va bu narsani bizga yozib berish uchun sun'iy intellekt ham qo'shilgan va sun'iy intellekt qanaqa ishlayapti? Bu narsani o'zim sinab ko'rdim. Sun'iy intellekt juda ideal emas, juda ham zo'r emas. Salam ishlaydi, siz o'rningizga ko'p narsani yozib bera oladi. Prosta uni pravkalari juda ham ko'p. Shuning uchun sun'iy intellektni bizada o'zbek tilida hozircha ishlatmagan ma'qul. Tak ingliz tilida ham siz kerakli narsani so'ramasangiz, o'sha imini mam narsani so'ramasangiz, sizga qayerdagi bo'lmas narsani yozib berish ehtimoli bor ekan. Bu narsani alohida bitta video qilib chiqishim kerak. Shuning uchun video bo'lishni xohlasangiz, shunchaki kommentariyada mana shu mavzuda videoni so'rab yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Albatta bu narsa orqali sizga mana shu mavzudagi video qiziqligini bilib olaman. Keyingisi bu Telegram hamjamiyatlari. Bu narsani ko'pchilik Discord bilan bir xil deyishyapti. Bu narsa siz guruhlar va kanallarni bitta alohida hamjamiyat qilib qo'yasiz. Ya'ni siz qaysidir o'sha guruhlardan, hamjamiyatdagi bironta guruhdan birontasiga qo'shilsangiz, o'sha hamjamiyatni o'ziga qo'shilasiz va boshqa guruhlarga obuna bo'lmasdan o'sha narsa borligini bilasiz. Ya'ni bitta community bor. Siz o'sha communityni bir bo'laga kirdingiz, lekin o'sha butun bir communitydan xabaringiz bo'ladi. Bu narsa o'sha Telegram kanal va guruhlar ko'taradiganlar uchun juda ham zo'r narsa bo'ladi. Ya'ni bu narsa jildlar funksiyasini yangi nimasi desa ham bo'ladi. Chunki jildlar funksiyasidan oldin qanaqa foydalanishganda, polni jild tayyorlab, o'shani havolasini tarqatib, juda ham ko'p kanallarga obuna bo'lish imkoniyati qo'shilgan edi. Va buni yangicha ko'rinishi bu hamjamiyatlar hisoblanadi. Hamjamiyatlarni ekranda ko'rib olishingiz mumkin. Shunchaki gruppani communityga qo'shasiz va o'sha communityga orqali boshqa nimalarni qo'shib olishingiz mumkin. Ekranda ko'rsatilyapti. Bu narsani ham menimcha alohida video qilib chiqqanim yaxshi, chunki ko'pchilikka tushunarli qilib community haqida batafsil ma'lumot berganim yaxshi. Bizga mana shu narsa qo'shildi xullas. Vaqtinchalik bot xabarlari. Bu narsa juda ham sodda narsa, juda ham keraksiz narsa deb o'ylayman. Может, kerak bo'lishi mumkin adminlarga, guruh adminlariga bot bilan o'zaro guruhni o'zida nastroyka qiladi, lekin buni boshqa foydalanuvchilar ko'rmaydi. Va shu narsa orqali menimcha guruhda bot bilan bo'ladigan xabarlar floodini kamaytirish nazarda tutilgan. Salom bu narsaga ko'pchilik e'tibor bermasa ham kerak, bu narsani ko'pchilik ishlatmasa ham kerak. Bizga keraksiz funksiya bu desa ham bo'ladi. Keyingisi 350 milliondan ortiq GIF bu o'sha memoviy GIFlarni jo'natish desa ham bo'ladi. Bu narsa juda ham oddiy va bu narsa bizga kerakmidi? Yo'q, menimcha kerak emas deb o'ylayman. Может, agar bu yerda GIF, ya'ni Instagramni GIF nimasi qo'shilgan bo'lsa, bazasi qo'shilgan bo'lsa, GIF degan sayt bor, o'sha sayt qo'shilgan bo'lsa, bu ideal bo'lardi. Menimcha bu narsani qilishgani sababi yaqinda Google bu narsani, ya'ni o'zini GIF sistemasini qayta tashlab chiqdi. Google'ga tegishli servisni ishlatardi Telegram ham. O'shani qayta tashlab chiqqani hisobiga menimcha bu ham yangilanish hisobiga kirib ketdi, yangilanishning ichiga kirib ketdi. Salom bu narsa bizga kerak emas deb o'ylayman. Chunki hamma Telegram o'zidagi GIFlardan ko'ra
o'zimiz yasagan, o'zimizni o'rtog'imizni zapallarni, giftlarni ishlatishimiz tabiiy holat. Shuning uchun bu narsa ham bizga keraksiz narsa deb hisoblayman. Va shu bilan bizani yangilanishimiz tugadi. Bu yangilanishda meni fikrimcha eng qiziq narsa bu o'sha community bo'ldi. Endi to'g'ri, tepadagi o'sha boy xabarlar, boy xabarlar muharriri orqali biz kanallarda ko'p narsa qilishimiz mumkin, lekin bizga birinchi o'rinda auditoriya yig'ishga yordam beradigan hamjamiyatlar, ya'ni communitylar juda ham zo'r funksiya bo'ldi. Xo'sh, sizga bulardan qaysi biri yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring va agarda sizga Stars kerak bo'ladigan bo'lsa, Sendor Starsdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Sendor Stars bot orqali Starslarni sotib oling va meni ijodimni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi bu orqali. Keyingi videolarda ko'rishguncha va siz uchun ajoyib videolar tayyorlab qo'yganman va tez orada ularni ham joylashni boshlayman. Menga esa obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Siz bilan Sendor bo'ldi.